tasavvufda sunnat asosiy o'rin tutadi. Albatta hamma mendaqa salla chopon kiygan bo'lishi kerak deb da'vo qiladigan kishi bo'lishi mumkin bir kishi. So'pilar deydi, shu suratni ko'rib biladi odam. U dinni faqat shu deb tasvirlagani uchun bu yoqdagi odamlar qarab buni bu tasavvuf shuni qo'yadigan bo'lsa biz qabul qilamiz deydi. O'zi asli salla chopon kiyish zamondan qolish emas. Asli yaxshi kiyim, chiroyli kiyim. Ajdodlarimizning milliy kiyimlari. Lekin asosiy din yoki tasavvuf bo'lmas, xato shu yerda. Yaxshi chiroyli madaniyat, lekin tasavvuf emas. Va tasavvuf faqat bo'lmas. Xato shu yerda. Tasavvuf faqat shu. Bir kishi kelib men tasavvufga kirmoqchiman desa, bor, kiyim shalvar sotib olib, chopon kiyib salla kiyib kelasan.